gunohi bilan maqtanadigan, faxrlanadiganlar, gunohini oshkora qiladiganlar. Sizlarni juda ham ayanchli narsa kutyapti. Qattan olsizlar bu jur'atni, qattan olsizlar bu duxni. Kimga qarshi chiqasizlar? Alloh harom degan, azoblayman degan narsalarni qilib turib faxrlanishinglar qachondan beri paydo bo'ldi? Oldinlar insonlar gunoh qilsa bekitib qolardi, insonlardan uyalardi. Hozirchi bu borliqqa yaratgan, sizni yaratgan zot, sizga rizq beradigan zot bir narsani taqiqlagan bo'lsa, siz yana buni chiqib faxrlanasizmi buni qilganligingizdan? Kecha o'qildim, kecha bu qildim deb o'rtalaringiz oldida faxrlanib etasiz. Allohdan uyalmaysizmi? Alloh bekitib qo'ygan gunoh oshkor qilmang. Bilib qo'ying, sizni bu gunohingizni oshkora qilib maqtanishingiz gunohingizni o'zidan kattaroq gunoh hisoblanadi. Chunki siz bu qilayotgan ishingiz bilan mana qarab qo'yinglar, men qilyapman, hech narsa qilmayapti. Qilaveringlar sizlar ham deb xuddi bu ishni reklama qilyapsiz siz. Alloh harom degan narsani pisand qilmayapsiz. Sahihaynda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kullu ummati muafa illa al-mujahirun." Ummatimning hammasi gunohini yashirsa, Alloh bekitib qo'ygan bo'lsa, afu etiladi. Illa al-mujahirun, faqatgina gunohini oshkora qiluvchilar bundan mustasno. Va Alloh taolo aytadi: "Sayyidu billah, innallazina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallohu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Alloh aytadi: albatta mu'minlar orasida buzuqlikni, fahshni tarqalishini yaxshi ko'radiganlar uchun dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob bor. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar.